Savzi gruppasiga meni qo'shishuvding. Shu savzi yetishtirayotgan dehqonlarimizga, bobolarimizga bir chiroyli bir ideya bu ham, xudo xolasa. Bittasini ochavering, keyin farqi yo'q. Bittasini ochib, biz ham xudo xolasa shunaqa qilib qadoqlab, biz O'zbekiston suzisini mavqeini va reytingini ko'taramiz, xudo xolasa. Mana shunaqani. Xuddi O'zbekiston suzisi mana shunaqa qilsa bemalol bo'ladi mana. Kalibr chiroyli holatda mana. Bir xilda qing'irig'ini, qiyshig'ini, yorig'ini solmaymiz. Xudo xolasa O'zbekistondan chiqayotgan savzi mahsuloti va poliz ekini, boshqa mahsulotlar qancha tagigacha bir xil tugadi so'zi bo'ldi mana. Mana. Mana shunaqa qilib eksport qilamiz, xudo xolasa. Kilosi ham bir xil 10 kilo. Kilosi ham bir xil. Ha, Kalibr bir xil. bir xil. Mana shunaqa qilib mana qadoqlarga ko'ringlar. Savzi xudo xolasa biz O'zbekiston so'zi buni upakabga qilsak, xudo xolasa bundan qimmat sotamiz. Sababi bizning mahsulotlarda mana o'zimiz aytmoqchi mazasi zo'r. Savzi ekib, savzi xalidanga qo'yib, savzi biznesi bilan shug'ullanadigan barcha savdogar, barcha dehqonlarga omad. Xudo xolasa maqsadimiz o'zbek brendini ko'tarish. Charchamanglar. Biz savdochilarda ishi yaxshi, xudo xolasa. Ha ilohim, zo'r daromad qilib, biz O'zbekistonda ham zo'r savdochilar daromadi. Xudo xolasa.